O'zini boyagi avvalgi avtomobiliga qaytarib qo'yamiz. 01F 445ZA. Stransiga obnovleniya beramiz. Uzog'i 1 yoki 2 minutda bonus qaytariladi. Mana ko'rasizlar, bonus joyiga tushdi, fotokontrollarning boyisi. Yandex bergan haftalik bonuslari bor, 1 million 200, kimdadir undan yuqori, kimdadir 900 ming, 800 ming. Shu bonuslarni olgan haydovchilarga bitta murojaatim, kommentariyaga yozib ketinglar yoki-da park operatorlari bo'lsa ham mayli, ketaveradi. Bir narsani tekshirib ko'ringlar. Sizlarda shunaqa bo'lyaptimi yoki-da bo'lmayaptimi? Ya'ni-da kimdadir shu bonusi bor va o'sha bonusga ishlayotgan bo'lsa, hozirgi vaqtda avtomobilini o'zgartirib ko'ringlarchi yoki telefon raqamini o'zgartirib ko'ringlarchi va bonusini tekshirib ko'ringlar. Avtomobil yoki telefon raqami o'zgargan vaqtda bonus o'chib qolyaptimi yoki-da ishlayaptimi shunda ham. O'shani aniqlashtirib ko'ringlarchi. Yoki bo'lmasam bu holatdan keyin agar rostdan ham bonus yo'qolib qolsa, hech qanaqa bir tushkunlikka tushib qolmanglar. Yana avvalgi nomeri bilan avvalgi avtomobilni joyiga qaytarsanglar, 2 daqiqada yana bonus ochiladi. Yana xuddi shu joydan davom etkazib ketaveriladi. Qani ko'ringlarchi, kimda shunaqa holat bo'ldi? Kommentariyaga yozib ketinglar, buni biz tahlil qilamiz. Va sizlarga sababini keyingi videoda chiqazib beramiz. Qaranglar, mana bu haydovchimizda hamma videolarimda chiqazadigan haydovchimiz. Bonusi bor, haftalik 980 ming so'm bonus bergan bir haftaga, ertaga oxirgi kuni. Xo'p, avtomobilini o'zgartirib ko'ramiz. Mana davlat raqamini ko'rib olinglar, 01F 445ZA fotokontrolda mana Spark. Boshqa bir avtomobil qo'yib ko'ramiz bu yerga. Nok qilib, mana mashinamni qo'yib ko'ramiz. Saqlanib qilamiz. Obnovleniya beramiz. Xo'p, bo'ldi, mashina o'zgardi, fotokontrolda mashinalar joylangan, Matiz chiqib kelyapti. Endi bonusni ko'ringlar. Bonus o'chdi. Ko'rdinglarmi? Sizlar mashina qilib bitta tekshirib ko'ringlar. Bonusi bor haydovchinikini shuni tekshirib ko'ringlar. Endi o'zini boyagi avvalgi avtomobiliga qaytarib qo'yamiz. 01F 445ZA. Stransiga obnovleniya beramiz. Uzog'i 1 yoki 2 minutda bonus qaytariladi. Mana ko'rasizlar, bonus joyiga tushdi, fotokontrollardagi boyagi Spark. Kimda yana shunaqa bo'lyapti? Kommentariyaga iloji bo'lsa haydovchilar shunaqa qilib bilib olinglar, operatorlardan so'rab, taksi park haydovchi operatorlari ham mayli yozib ko'ringlar. Keyingi videoda mana shuni aniqlashtirib sizlarga javobini aytaman. Bizda aniq javob bor, faqatgina bizga qo'shimcha sizlarni kommentariyadagi gapinglar kerak bo'lyapti. Yozinglar. Birgalikda bilamiz.